Hammaga xayrli tong. Har kuni ishga ketib, Hit FM'da eshitib ketaman-da. Savol-javoblar bo'ladi. Ba'zan yozaman, ba'zan yozmayman. Lekin ko'proq yozaman Telegramda. Muxlisiman, xullas. Hozir shunaqa savol berdi. Kayfiyatingiz bo'lmasa, siz qanday chiqib ketasiz bu vaziyatdan? Kayfiyatingizni nima bilan ko'tarasiz deb. Sizlarga ham savol. Sizlarda qanaqa kayfiyatinglar buzilsa, sizlar kayfiyatinglarni nima ko'taradi? Meni o'zimda shaxsan kayfiyatim bozor ko'taradi, bozor aylanishni yaxshi ko'raman. Qattiq xafa bo'lganda meni bozorda o'g'irlaydi. Kiyim olsam, olmasam borib aylanaman. Baribir bir narsa ko'tarib chiqasiz. Shunda qandaydir chalg'iyman, o'zimni kayfiyatimni ko'taraman shunaqa. Sizlarga ham tavsiya qilaman, Hit FM'da eshitinglar. Buzilganda nima ko'tarishga yordam beradi? Javoblarni esa 88 114 98 raqamlarida kutamiz. Qani ularni hozir o'qib eshittiraman. Assalomu alaykum, Qunduz opa, kayfiyatim qattiq xafa bo'lsam, bozorga tushaman, narsa olsam, olmasam aylanib chalg'iyman. Boshqalarga ham tavsiya qilaman, debdilar Gulnozaxon. Bu endi to'g'risi ayollarning kayfiyatini shopping ko'taradi deydi-yu. Haligi ham bizga psixolog kerak emas, qandaydir mutaxassis kerak emas, borib bitta nimadir xarid qilsak, o'sha bizning kayfiyatimizni ko'taradi. Ravshan Abdul